O'git. Noo'rin kulgi-yu qahqaha otmoq, erur o'z haybatin cho'qqidan otmoq. Yigit haybatning sohibi bo'lsin, buyuk maqsadlarning tolibi bo'lsin. Sharh. Tabassum kulgining eng yaxshi turi. Ammo tabassumning ko'pi ham yarashimli ish emas. Tabassum ham sadaqadir demishlar. G'amgin va bechoralar, mungli va ovoralarga tabassum etsangiz, ularga dunyolarni hadya etgan bo'lasiz. Ammo o'rinsiz kulgidan ko'ra xunuk ish olamda yo'qdir. Bugun yigitlar tabiatida jiddiyatga putur yetganini ko'ryapmiz. Haddan oshiq ko'p kulgi va qahqaha odatiy fe'l kabi qabul etilyapti. Holbuki kulgi haybatning ofatidir. Haybatning belgilari: birinchi, foydali so'zlarni gapirmoq; ikkinchi, foydali ishlarni qilmoq; uchinchi, jiddiy insonlar bilan do'stlashmoq. O'rinsiz qahqaha otgan odamdan foydali so'z eshitmaysiz. Foydali ishlarni ham topmaysiz. Jiddiy odamlar ham ulardan uzoq turadilar. Chunki aksar hollarda qahqaha bema'ni so'z hosilasidir. Bema'ni so'zga berilganlarning foydali ishga vaqtlari bo'lmaydi. Ahmoqona hazillar va ahmoqona gaplar, ahmoqona tomoshalar va masxaraboz kishilardan paydo bo'ladi. Yigit o'z qadrini bilib, kam gapirishi va kam kulishi, nodonlar suhbatidan parhez qilishi shart. Do'stim, faqat kerakli ishlar bilan mashg'ul bo'l. Biror ish qilsang, menga bundan qanday foyda bor deb o'yla. Foydani raqamlarga chaqib ko'r. Elga, yurtga manfaat keltir. Muhtojlarga yordam ber, ilm toliblarini qo'llab-quvvatla. Olimlar xizmatini qil. Donolarning so'zlariga quloq sol. O'zingdan kattalar bilan do'stlash, ularning xizmatini qil va hayoting uchun tajriba to'pla. Yosh bola bo'lma. Ko'p kulish, xoholash seni bu narsalardan ayirib, yo'lsizlikka tashlaydi. Maktabda o'qiyapman yoki talabaman, yoshman dema. Kattalardek fikr qil, kattalardek ishla, kattalardek so'zla. 13-14 yoshdan ulg'ay. Bolalik va o'yinlardan yuz o'girib, kelajaging poydevorini qurishni boshla. Birinchi, kasb sohibi bo'lmoqchimisan? O'sha kasbning payida bo'l. Ikkinchi, hunarmand bo'lishmi niyating? Shogird tush. Uchinchi, olim bo'lishni istaysanmi? Sohangni aniqlab kitob o'qishga kirish. Hech kimdan yordam kutma. O'zing fikrla va katta odam bo'lish harakatini qil. Ko'ngilxushliklar, turli bayram va tadbirlar ila vaqt va aqlingni sovurma. Ikkilanma. Qat'iy bo'l. Olg'a qadam bos. Albatta har qanday yo'lda ustoz lozim bo'ladi. Bu haqida keyinroq suhbatlashamiz, Xudo xohlasa.